Studiya zo'r bo'libdi mana birinchi darajadagi, undan ham qulay. Ha, o'zi niyat bor edi aka, shunaqa birinchi o'rinda neftchi nimalarni qilish, endi bugunga nasib qilgan ekan, mana bugun gaplashib. Menimcha birinchisi sizdan oldin hech qanaqa podkast nimada chiqmagansiz? Yo'q, biz ruxsor televideniyalar bilan televideniya aloqada bo'lib turibmiz. Atak birinchi bo'ldi. Radioda nimalarda ko'rganman, hali Farg'ona radiosida bo'lib turadi. Ahror aka ruxsorda bolalar bilan doimiy aloqadamiz. Chiqib turamiz, xayrli aka Yo'ldoshev. Ular ham bizdan nima deydi, o'yin kunlari, o'yindan oldingi kunlarda bari ommani jalb qilish uchun bevosita o'sha o'zimizni mana shu YouTube formatda endi birinchisi, lekin YouTube formatda birinchisi. Ha, shunaqa erkinlikda. Shunday, bemalolchilik. Instagramda kuzatdim, YouTube'da kuzatdim, yaxshi. Boshlanishi yomon emas. Ya zo'r desa ham bo'laveradi, chunki ko'tarilmagan mavzular ko'tarilyapti ekan. Ayniqsa meditsina sohasida hech kim haligi ijtimoiy odamlarda o'sha yuragi yutib aytish qiyin bo'lgan gaplarni aytishyapti. Shunday ko'rsatib olib chiqib, kerakli narsalarni tushuntirib berishyapti. Gap so'z yo'q, yaxshi. Rahmat aka, xursandman. Buning uchun kelayotgan mehmonlarimizga ham rahmat aytamiz. Shunchalik rozi bo'lib, boshqa qilib. Eng asosiysi poddeshka qilishyapti. Mana kameraga ham qarab aytaman. Shu kungacha kelgan mehmonlar sizlarga rahmat. Poddeshka qilishyapti. Mana sizga o'xshab turib yo'q demasdan tushuntiryapmiz aka. Farg'onada chiroyli mutaxassislarimizni olib chiqaylik, o'zini sohasini egasi bo'lganlarni ko'rsataylik, auditoriyamiz bilsin. Shu orqali qandaydir ma'lumot olinsin deyapmiz. Shunga gap so'z yo'q deb rozi bo'lib kelishyapti. Rahmat hammalariga. Bo'lsa, Saidazal aka boshlayveramiz. Bo'ldi. Podkastimiz nomi Farg'onacha ekan. Podkastimiz nomi Farg'onacha gap. Neftchi bilan bugun kollaboratsiyada, xudo xolasa. Xudo xolasa. Farg'onacha yutamiz. Xudo xolasa Farg'onacha yutamiz. Olg'a Farg'ona, olg'a Neftchi. Shunday. Bugungi podkastimiz mehmoni Neftchi professional futbol klubi media bo'limi rahbari Saidazal aka Abdullayev bo'ladilar. Saidazal aka, xush kelibsiz. Rahmat aka. Avvalambor sizlarda shu dargohga chaqirganlaringdan bag'oyatda xursandman. Bundan keyin ham shu mavzularda gaplashish, shu mavzularda suhbatlashish nasib qiladi deb o'ylayman. Xudo xolasa hammasi yaxshi, sizlarga rahmat. Xudo xolasa bu birinchisi oxirgisi emas aka. Biz niyat qilganmiz har oyda yoki 2 haftada bir marta shunaqa neftchiga aloqador, futbolga aloqador suhbat qilib borishda yana davomli bo'ladi. Birinchi savolimiz hozir trend bo'lib turgan savollardan biri. Mundial oldidan terma jamoamiz imkoniyatlarini qanday baholaysiz? O'zi qanaqa nima deb o'ylaysiz? Ba'zilar rezultat talab qilyapti, ba'zilar shunchaki borib kelsin deyapti. O'zi umuman sizning fikringiz qanaqa? Ishtirok haqida. Avvalambor mundial boshlanayotgani bilan hamma yurtdoshlarimizni tabriklayman. Bu safargi mundial bizga 2 karra, undan ham ko'proq emotsiyalarga boy bo'ladi. Sababi 34 yillik o'sha orzularimiz amalga oshgan. O'tgan yili aynan 5-iyun sanasida jamoamiz tarixda ilk bor jahon chempionatiga chiqdi. Endi jahon chempionatiga ishtirok bo'yicha gapiradigan bo'lsak, terma jamoamiz baribir birinchi pog'onani jahon chempionatiga chiqib boshladi, chiqdi. Endi natijaga keladigan bo'lsak, to'g'ri, muxlis sifatida hamma o'zini jamoasini yuqori turishini, guruhdan chiqishini, jahon hatto finalga borishini xohlaydiganlar ham bor, lekin Real bilan ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, imkoniyat bor. Hattoki 3-o'rinda olib ham chiqish imkoniyatimiz bor. Lekin guruhda o'z-o'zidan Portugaliya, Kolumbiya bu termalar bu bilasiz. Jahonda o'sha top 20 ta, top 10 talikda turadigan jamoalar, terma jamoalar. To'g'ri, Kongo bilan ham qaysidir ma'noda o'ynab ko'rsa, tashlashib ko'rsa bo'ladi, lekin baribir ularda ham futbolchilari juda saviyali. Top chempionati juda ko'p ekan. Yevropa chempion. Bitta Yaponiyada bir nima desa bo'ladi. O'ziga xos tizim bor. Ular jahon chempionatiga chiqishimiz kerak degan o'zlari uchun natija qo'yilmaydi. Oldilariga jahon chempionatiga chiqamiz demaydi. Zadaniya qo'yilmaydi. Ular futbolchilarimizni top 5 chempionatiga jo'natsak, jahon chempionati o'z-o'zidan keladi degan maqsad borda. Shu narsani Kongoda ham ko'ryapman. Futbolchilari nomi misol uchun ko'p muxlislarga tanish bo'lmasa ham, lekin futbolchilar hammasi top chempionatlarda o'ynayapti. Ko'p futboldagi nima deydi? Tajribasi yuqoriroqligi ko'rinib turibdi demoqchi bo'lganim.
qiyin bo'ladi O'zbekiston terma jamoasiga, lekin o'zim maksimalist sifatida 3-o'rin bilan chiqish imkoniyati bor deb hisoblayman, muxlis sifatida ham. Lekin juda qiyin bo'ladi. Qarang, Saidazil aka, keyingi savolni berishdan oldin bitta fikrim, keyin undan keyin savol bog'lanib ketadi. Mana hozir birinchi marta chiqdi deyapsiz. Qaysidir ma'noda O'zbekistonni taqdim qilamiz-da dunyoga. Ha, o'zbeklar mana shu, o'zbeklar shunaqa futbol o'ynaydi, shunaqa futbolchilari bor deb. Hozirda ko'radigan bo'lsak, ko'proq tajribali o'yinchilarni olib ketishda, masalan, ayrimlarni ham o'yin amaliyotiga ega bo'lmasa ham, deylik, jamoaga foydasi tegadi deb olib ketishdi-da. Lekin hozir mana guruhlarda juda ko'p muhokama bo'layotgan savollardan o'yinchilardan Alisher Odilov, Ibrohim Halil Yo'ldoshev masalan qanchalik haqli edi? Alisher Odilovni masalan qanchalik haqli edi-yu, Ibrohim Halil Yo'ldoshevni olib ketmadi deb ayrimlarda boshqacha fikrlar ham bor-da. Shu bo'yicha fikringiz qanaqa? Endi natijaga murabbiy o'zi javob beradi-da. To'g'risi, kimdir futbolchilarni, mana shu aytgan futbolistlaringiz, misol uchun Alisher Odilov, Ibrohim Halil Yo'ldoshev, ularni shaxsan o'zim jamoamizda o'ynaganligi uchun o'z-o'zidan simpatiya bo'ladi. Ular borishni xohlaysiz, o'yinlarini ko'rib, yaxshi deysiz, lekin murabbiyda o'zining falsafasi bor. Balkim to'g'ri kelmagandir. Ibrohim Halilga umuman boshqa narsa sabab ko'rdingiz, ular jarohat sababi jahon chempionatiga bora olmadi. Endi Alisher Odilovni o'ynayotgan pozitsiyasida, ya'ni o'sha raqobatda uni, ya'ni bosh murabbiyni nazdida yoki uni fikri bo'yicha terma jamoani o'sha jahon chempionatiga boradigan tarafga noloyiq deb hisoblabdi shekilli. Lekin men shaxsan o'zimning fikrim, Alisher Odilov jahon chempionatiga borish uchun qo'lidan kelgancha, ya'ni umuman oxirgi o'yinlar, oxirgi o'sha mavsum davomida zo'r, mana birinchi 5 oylik, ya'ni O'zbekiston Super Ligasi o'yinlarida juda ham zo'r sport formasiga kirgandi. Men o'zim ham ishongandim uni borishiga, lekin aytayapman-ku, u natijaga javob beradigan o'zidan murabbiy bor. Demak, uni falsafasiga undan yuqori yaxshiroq futbolchilar bor deb hisoblagan bo'lsa, endi iloji yo'q, ko'ramiz. Lekin mana o'zimning fikrim, borsa bo'ladigan, tortsa yaxshi, ayniqsa tezligi, menimcha birdaniga risk deymiz-ku, juda ham kuchli, juda ham menimcha O'zbekiston Super Ligasidagi eng yaxshi o'yinchi desa ham bo'laveradi Alisher Odilov. Ibrohim Halil Yo'ldoshevda jarohat deb e'lon qilindi mundialga bormasligi, lekin ayrim muxlislarda boshqacha fikrlar ham bor. Endi qanday fikrligini o'zi tushungan bo'lsangiz kerak. Mundialga bormasligini. Shu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Как professional futbolchini o'zi, esingizda bo'lsa, Xorazm Neftchi uchrashuvida, sun'iy maydonda bo'lib o'tgan Super Ligadagi uchrashuvda jarohat oldi. Buni biz jamoamiz shifokorlari ham, terma jamoaga borgan terma jamoa shifokorlari ham ko'rib chiqishdi. Haqiqatdan ham uni oyog'ida jarohat bor edi. Shu sabab bilan uni tiklanish jarayoniga ancha vaqt kerak bo'ladi. U paytda ko'p mashg'ulotlarni o'tkazib yuboradi. O'z-o'zidan nima deydi? Vaqt hisobiga ham, uni tiklanish hisobiga ham fiziki tayyor bo'lmasligi mumkin deb turib, murabbiylar shtabi, to есть shifokorlar отказ qilishdi uni bormasligi uchun. Boshqa gap so'z yo'q. Ibrohim Halil o'zi bilan ham shu bo'yicha gaplashdik, yo'q. Jarohati bor. Hozir ham tiklanish jarayonida, mana kecha ham tiklanish jarayoni deydi. Xudo xolasa mana bugun efir qachon chiqadi bilmayman-ku. Xudo xolasa Turkiyaga boradigan mashg'ulotlarimiz bor, xabaringiz bor-a? O'quv yig'i mashg'ulotlarimiz. Shunda Ibrohim Halil ham boradi. O'sha yerda tiklanish bo'lsa tiklanadi yoki umumiy guruhda qatnashib mashg'ulotlar boshlaydi. Demak, Super Liga startigacha safga qaytadi Ibrohim Halil. Albatta, bemalol. Xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, keyingi savolimiz Saidazil aka, masalan, avvalgi davrlarga nisbatan Neftchi matbuot bo'limida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Endi o'zim 2022-yilda 1-iyulda kelganman klubga. Endi buni ko'proq klub rahbariyati va muxlislar baholaydi. Men o'zim mana bunaqa deyishga. Yo'q, imkoniyatlar masalan sizlarga oldin aytish, masalan, o'quv yig'i mashg'ulotlarida ham masalan qolib, shunaqa holatlar bo'lardi-ku. Endi o'zi 2020-yildan o'zbek futboli uchun matbuot sohasida burilish yili bo'lgan. Ko'p klublar o'sha matbuot orqali klubni tanish imkoniyati, matbuotga e'tirof, matbuotga munosabat o'zgargan yil 2020-yildan hisoblayman.
shundan boshlab sekin sekinlik bilan ko'rinish matbuot sohasi ko'rinish berishni boshladi. 2022-yilda ishga kelgan bo'lsam 23, 24, 25, 26 hozirgi kungacha klub bilan ishlayapman. Demak, klub nima deydi, menga ishonadi. Men bu ishonchni oqlashga iloji boricha o'sha muxlislar bilan ko'prik, ya'ni hozirgi kunda o'sha jamoamiz Osiyo elit ligasiga chiqqan, iloji boricha dunyoga o'sha qo'limizdan kelgancha jamoani yoritish, olib chiqish, klub matbuoti o'zi asli kamchiligini yashirib, yaxshi narsani haligi ko'rsatib, oshirib beradigan matbuot hisoblanadi. Shuning uchun nima deydi, qolgan klub misol uchun nima deydi, O'zbekistonning boshqa klublari siz aytmoqchi, o'quv yig'in mashg'ulotlariga matbuot kotiblarini olib ketmayapti. Bu narsalarni ko'ryapmiz, bilyapmiz. Endi klub o'z oldiga o'zidan brend hisoblanganligi uchun menimcha matbuot sohasiga ham ancha e'tibor beradi. Shu jumladan Neftchi, albatta, shu jumladan Neftchi jamoasi ham klub tizimida o'ziga professional yondashishyapti. O'ylayman, o'zi o'quv yig'in mashg'ulotlari nima deydi, klub hali muxlis o'z-o'zidan jamoa haqida ko'proq xabar, ko'proq rasm, video, shunga o'xshash narsalardan xoli edi. Menimcha bu narsani o'zi muxlislar uchun o'ynaladi-ku futbol. Klub vakillari, klub rahbariyati ham tushunib ko'rsatib berish kerak-da shu narsani. Hali muxlislar guruhida ham ko'p ko'rib qolaman, siz yozishadi-ku, 10 sekund, 20 sekundlik video bo'lsa, Saidafzalcha ko'proq qo'ying videolarni, to'g'rimi? Shunaqa so'zlar ko'p. Xo'p, keyingi savol, masalan, Neftchidagi ko'p futbolchilarimizga berildi, lekin men bu bo'yicha sizning fikringizni bilmoqchiman-ki, Levchenkoda Neftchisi va Islom Ismoilovda Neftchisida muxlislar ilg'amagan, balki ko'rgan, balki ko'rmagan nima o'zgarishlar bo'ldi? Endi biz ko'ryapmiz, o'yin hujumkor oshyapti, lekin siz jamoa bilansiz, jamoa bilan yashaysiz, ishlaysiz birgalikda. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Nima farqlari bor edi? Neftchenko Levchisi va Islom Ismoilov. Uzoq javob beriladi endi bu mavzuga. Vitaliy Grigorich 2022-yilda o'sha iyulda klubda og'ir ahvolda qabul qilib olgan, bu hammaga ayon. Birinchi yili klubda o'sha Superligada olib qolish vazifasi qo'yildi. Yaxshi bajardi. 23-yilda jamoa mavsumda zo'r start oldi, xabaringiz bor. 20-tur, 21-turgacha mag'lubiyatsiz, g'alaba durang ketdi. 21-turdan keyin Nasafda o'sha 2-0 hisobida yutqizdik. Shundan so'ng vaziyat o'zgarib ketdi. Mayli, o'zini yo'liga 23-mavsum 5-o'rin. 24-mavsumga endi o'z oldimizga yuqori maqsadlar qo'yildi. Chempionlik yoki o'sha kuchli uchtalikka kirish vazifasi qo'yildi. Va start zo'r boshlandi. Start yaxshi ketdi, yaxshi boshlandi mavsum. Ayrim joylarda futbolchilar, ayrim joylarda mahorat, ayrim joylarda boshqa, ya'ni raqib klublar ham o'ziga yarasha yoki hakamlikda ham juda ko'p. Yo'q, endi men hakamlik bo'yicha hech narsa demayman. Chunki bu futbol, kimdir xato qiladi, lekin o'z o'rnida, misol uchun, hamma narsani yengsa bo'ladi, o'sha hakamni ham. 24-yilgi mavsum oxiriga kelib kuchli 5talikka kirdik. 2025-yilda endi o'zingiz bilasiz, seleksiya qattiq bo'ldi. Jamoaga O'zbekiston Superligasidagi eng kuchli futbolchilar yig'ildi. Seleksiya ishlari zo'r bo'ldi. Mavsum yaxshi boshlandi. Endi yaxshi hamki o'sha 3ta durang. O'zi Grigorichda falsafasi, o'zini prinsipi bor, ya'ni xabarlarim bor. 5 talik himoyada o'ynaydi. Himoyaviy futbolchi ham bo'laveradi. Balkim raqib misol uchun hujumga chiqsa, o'z-o'zidan yaxshi qarshi hujumda, ayniqsa mana qanot vingirlari bilan yaxshi qarshi hujumda yoki dominantlik qilish ham, agar komanda to'liq hujumga chiqsa oson bo'ladi. Balkim o'zlarini Grigorichda e'tirofi bo'yicha bu hujumkor futbol deyiladi. Lekin o'zimiz ko'rganmiz, baribir 5 ta himoyachi bo'lgandan keyin himoyaviy futboldagi bilinadi. Xo'p, o'sha prinsipi ham qaysi ma'noda chempion bo'lishimizga sabab bo'ldi. Sababi o'sha bitta narsani 23, 24, 25-mavsumda o'sha himoyachilar, ko'proq o'sha yarim himoyachilar falsafa bilan boshlashdi. Mavsum oxirigacha prinsip o'zgarmadi, shuni hisobiga chempion bo'ldi. Endi 26-yildan baribir klub rahbariyatiga
nima desa bo'ladi, muxlislar balkim ko'proq ko'proq o'sha talab qilishdi, ko'p o'yinlarda durang bo'ldi. Shu sababdan yangi qon kerak edi deb o'ylayman o'zim ham. Yangi bosh murabbiy, yosh, o'zi 25-yilda U17 Osiyo chempionati chempioni bo'ldi. Kuzga borib jahon chempionatida yaxshi chorak finalga joy yetib borishdi. U17 jamoamiz bosh murabbiyi Islombek Ismoilov, farg'onalik. Islombek Ismoilov jamoaga bosh murabbiy etib tayinlandi. Ko'pchilik Islombekka ishonmagandi. Orada juda ham qisqa vaqt bor edi. Komanda dekabrda yig'ilishi kerakmikan degan o'zim ham xayol qildimda, chunki juda qisqa, yanvar, fevral, уже 28-dan o'yin bo'ladi. Maksimum 1,5 oyda ichida ko'p narsani singdirish kerak-da futbolchilar. Yaxshi futbolchilar, professional bir-birlari bilan zo'r chiqishdi. O'ylaganimizdan ham yana ham yaxshi ichki muhit zo'r, gap so'z bo'lishi mumkin emas, hammasi yaxshi ketdi. O'zingiz bilasiz, mart oyida juda og'ir o'yinlar bo'ldi. 15-mart kuni O'zbekiston Kubogida jamoamiz tarixidagi birinchi super kubogida yutdik. Hammasi yaxshi ketdi, zo'r ketdi. Xudoga shukr, mana hozirgi kungacha jamoamiz ichki muhit o'ta yaxshi. Grigorich paytda ham yaxshi bo'lgan, lekin hozir undan ham yaxshi. Undan tashqari jamoamiz hujumkor, dominant futbol, yuqori pressing, bu muxlislarga yoqadi. Misol uchun kimdir aytayapti-da, ko'pchilik yozadi-da, kommentlar o'zingiz ham o'qiysiz. Hujum qilib yutqizgan yoki hujum qilib durang o'ynagan himoyaga yotib turib, himoyaviy futboldan ko'ra yaxshiroq deb o'ylaydi. Bu muxlislarga hattoki o'sha durang ham hujumkor bilan o'ynasangiz, yoqishi bu oddiy yaxshi holat ekan deb hisoblayapman o'zim ham. Shuning uchun Islombek Ismoilovning falsafasi, ya'ni uni murabbiylikdagi futbol hammaga yoqayapti. Shuning uchun baribir katta farq sezyapman himoyaviy futbol bilan hujumdagi. Iskanderovni yana ham ochib yuborgandek tuyulyapti. Albatta, hozir Iskanderov o'zini pozitsiyasida o'ynayapti. Haqiqiy. Taktik haligi chizib berilgandagi o'yinda baribir Iskanderov qiynalardi. Shunday improvizatsiyalarga boyroq bo'lish kerak. Endi shuning uchun baribir Iskanderov umuman boshqa dunyo. Chunki o'zingiz bilasiz, o'yinda hal qilishi mumkin bo'lgan o'yinchilar. Harakat bilan hal qilish shunday. Hozir yana ham menimcha karyerasidagi o'sha top 3 ta mavsumdan bittasini o'tkazyapti desam, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Undan tashqari klubdagi har bitta futbolchi professional, o'zini ishi bo'yicha, o'zini o'sha pozitsiyasi bo'yicha o'ta professional, o'ta yuqori darajadagi sifatli futbolchilar yig'ilgan. O'ylayman, xudo xolasa o'sha yilda oxirida yana oldimizga qo'yilgan vazifalar mukammal bajariladi. Xudo xolasa. Islom Ismoilovda men yana bitta tan bergan jihatim, Super Kubokgacha Ratinyo asosiy tarkibda tushmadi-da. Super Kubokda asosiy tarkibda tushdi, o'yin taqdirini Ratinyoda goli hal qildi. Shunday. Ratinyo mavsum boshida mashg'ulotlarda baribir Dinamodan kelgandan keyin ozgina jarohati bor edi, yengil. Tiklanish jarayonlari boshlanib ketib, zaxiradan maydonga tushib turib, ayniqsa o'sha 15-martga u eng haligi o'zini optimal formasiga kirib kelgandi. Menimcha bular murabbiylar shtabi buni ko'rishgan, qo'yishgan. Oxirida Braziliyada ham katta qilib rasmini tomga chizib, Ratinyoda. Men birinchi sun'iy intellekt deb o'yladim uni. Keyin o'zi tushgan rasmni ko'rib turib, tan berdim lekin. O'zi u ikkalasi ham sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt. O'zim ijodim. Yo'q, o'zim ijodim. Birinchisini o'zim o'sha Ratinyo bor, muammo yo'q ko'rgan bo'lsangiz, Ratinyo sem problemasi yozilgan. Ya'ni Ratinyo bor, problema yo'q, muammo yo'q degandaqa. Undan keyin ishonmaganlarga, haterlarga yana bitta turib uni selfie qilib, uni hozir baribir sun'iy intellekt rivojlangan ko'p davlatlarda, ayniqsa O'zbekistonda ham rivojlanib boryapti. Bizda sun'iy intellektga. Shunday. Men lekin ishonmayman. Yo'q, u sun'iy intellektda. Zo'r aka. Xo'p, keyingi savolimiz. Shunaqa odamlarda mif ham bor, masalan, juda ko'p boshqa sayt jurnalistlari ham aytishadi. Bu qaysidir ma'noda murabbiyga bo'lgan nisbatan ozgina bo'lsa ham hurmatsizlik deb o'ylayman bu fikrda. Hokim tarkibni shakllantirib beradimi neftchida? Yo'q. Unaqa bo'lmaydi. Bizda
Murabbiylar shtabida o'zingiz xabaringiz bor. Hozir bosh murabbiy Islombek Ismoilov, yordamchilar jismoniy tayyorgarlik bo'yicha Antonio Saroglu, undan tashqari analitik Facundo Stik hamda darvozabonlar murabbiyi Vitaliy Galat. Undan tashqari hozirgi kungacha mana 10 kun oldin ham jamoaga maslahatchi murabbiy Yurgen Gede yordam berayotgandi. Tarkib misol uchun o'yindan o'yinga shakllanib boradi. Bu ham Islombek Ismoilov matbuot anjumanida aytib o'tdi bu bo'yicha. Tarkib o'yindan o'yinga shakllantirishadi. Misol uchun o'yindan keyingi o'yinda raqibga qarab turib, bundan oldingi o'yindagi balkim xatolar, balkim o'rganilar, balkim boshqa, balkim qaysidir o'yinchini yopish kerak bo'lsa, qaysidir futbolchini tushiradi personal sifatida. Shuning uchun bunaqa gap so'z yo'q. Viloyatimiz rahbari Xalla Haydbayevich futbolni sevishadi, futbolni yaxshi ko'rishadi. Bu hammaga ayon, lekin nima deydi? Tarkibga aralashish, mana futbolchini tushirasan, bugun mana futbolchini qo'yasan, unaqa narsa yo'q. Bizda murabbiylar shtabi o'zini o'sha aytganman-ku, shakllantiradigan tarkibi bor. Shu bo'yicha o'zlari shug'ullanishadi. Unaqa gap so'z bo'lmaydi. Rahmat aka savol uchun, javob uchun. Hop, keyingi savolimiz turli saytlar tomonidan Neftchi haqida qandaydir kichik ozgina bo'lsa ham salbiy xabar chiqib qolsa, uni qandaydir kattalashtirib ko'rsatgandek tuyuladi-da. Va uni kommentida ko'p Neftchi muxlislari e'tiroz bildiradi. O'sha saytga nisbatandir, balki o'sha yozgan qaysidir blogerga nisbatandir, blog yurituvchisiga. Shu haqida fikringiz qanaqa? Masalan, kichkina misol uchun 1000 ta, 1,5 mingta obunachiga ega Telegram kanallar qandaydir o'sha Neftchi haqida info beradigan yoki o'sha siz aytmoqchi qanaqadir bir ma'lumot chiqarmoqchi bo'lsa, u ko'proq bu ma'lumotlar nima deydi, odam yig'ish uchun, qilishlik uchun. Ha, shunday. Odam yig'ishi hamda o'sha nima deydi, axvat deymiz-ku, shu narsani ko'tarib reklama olish uchun bir qilinadigan narsalar. Ha, bu oddiy narsalar bu narsa. Lekin ayrim narsalar ham katta saytlarda chiqadi. Endi saytlar nomini aytish shart emas. Ayrimlari to'g'ri, ayrimlari noto'g'ri, lekin men ko'p sayt bilan o'zim o'zaro gaplashaman. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqmasdan hal bo'lgan muammolar ham yoki ular ko'targan mavzular ham, misol uchun deylik, mana futbolchini do'ppisi mana bunaqa bo'lib qolgan ekan, mana bunaqa narsa bo'lsa qanaqa bo'lar ekan, mana shu narsani biz yoritib chiqmoqchi deydi. Yo'q, aslida u do'pp emas, kepka bo'lgan. Shunaqa misol uchun aytyapman. Shunaqa narsalar ko'p bo'lgan. O'zidan ma'lumot olishadi. Ma'lumotlar olishmaydi. Ma'lumotlarni, ya'ni tekshirish uchun berishadi yoki shunaqa narsa chiqaryapmiz, mana bunaqa narsalar bormi? Shuning uchun strafovkani olib, bu narsa yaxshi narsa. Albatta, misol uchun ko'p saytlar bilan o'zaro hamkorlikda ishlaymiz. Ko'p ma'lumot hozir mana oxirgi ayniqsa 1 yildan beri deyarli unaqa ajiotaj, shunaqa yomon xabarlar chiqqani yo'q, faqatgina o'sha yaxshi xabarlar chiqqan. Shunaqa. Bundan oldingi yillari shunaqa xabarlar chiqib turardi, ayrimlari asosli, ayrimlari asossiz. Endi futbolda bu kimdir ishida, ana hozir siz bilan kelib bitta o'tirib biz gaplashib turibmiz-ku. Siz tashqariga chiqib turib misol uchun biror narsa gapirishingiz yoki boshqa narsa deyishingiz, mana sohadan tashqari. Bu boshqa narsa, balki kelib o'tirib gaplashishimiz. Demak, hammamiz o'zimiz ishimizni qilyapmiz. Ular ham xuddi shunaqa. Tushundingiz-a? Shuning uchun o'ylayman, anaqa bali xat xabar chiqqani bilan muxlislar uni ko'tarib, u narsa bilan urushib, endi muxlis o'z nomi bilan muxlis. Shuning uchun u narsani to'g'ri qabul qilamiz, lekin ko'p infolarda baribir iloji boricha noto'g'ri chiqarib qo'ysa, o'zimiz raddiya munosabat beramiz o'z vaqtida, o'zingiz ko'rasiz-ku. Shuning uchun unaqa narsalarga oddiy qarayman, lekin agar misol uchun haddimizdan oshib qanaqadir klub tizimi haqida, klub haqida qandaydir bir yomon xabarlar yoki asossiz yoki yolg'on xabar chiqaradigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasini shu imенно shu sohalar bo'yicha, shu narsalar bo'yicha qonun qoidasi bor. Biz ham o'z-o'zidan bu narsani sudga yoki boshqa huquqiy organlarga taqdim qilib, bu bo'yicha javobgarlikka tortish imkoniyatimiz bor. Lekin shu kungacha unaqa bo'lgani yo'q, lekin albatta har bir chiqarayotgan jurnalist, endi jurnalist o'zi biladi, blogerlar bu narsani yaxshi tushunishlari kerak. Klub juda katta nom. Uni bilib bilmasdan kamsitish, noto'g'ri xabarlar, shunaqa narsalar chiqarish, u qonun bo'yicha unga javobgarlik bor. Masalan, o'sha oxirgi qolgan esimlardan bittasi o'tgan yil adashmasam Yangi yil arafasida iPhone sovg'a qilindi, to'g'ri, bayram munosabati bilan o'yinchilarga
chempionlikdan keyin ko'pchilik ayrimlar o'yladi bu chempionlikka berildi deb chiqardi ba'zi blogerlar, ba'zilar boshqacha qilib. Sana shunaqa holat bo'lgan deb o'ylayman masalan. Ha, shunday. Unda klub homiylari o'sha yangi kelgan futbolchilarga, murabbiylarga yangi sovg'a sifatida iPhone hamki, iPhone Pro Max emas. iPhone kichkina bor-ku, Air. iPhone Air. Shunaqa sovg'a qilingan, unaqa qimmat turadigan telefon emas. Muxlislar yoki ular o'ylagandek. Shuning uchun endi ko'pchilik o'yladi chempionlikdagi unaqa yo'q. Chempionlik uchun yozilgan shartnomadagi summalarni to'lab berish jamoani o'z-o'zidan qiladigan ishi. Endi u iPhone berishi umuman boshqa narsa edi. Endi bir-biriga bog'lab qo'yishdi. Unaqa emas edi. Zo'r, rahmat aka. Xo'p, keyingi savolimiz jamoadagi o'yinchilar vodiy derbilariga o'zi umuman masalan Paxtakor, Nasaf shu top klublarda oladigan bo'lsa O'zbekiston qandaydir alohida tayyorgarlik ko'rishadimi yoki biz Neftchimiz bu navbatdagi o'yin shu falsafada tayyorlanishadimi? Mashg'ulotlarda deysiz? Ha, masalan o'yingacha mashg'ulotlarda qandaydir alohida nastroy qilinadimi top klublarga nisbatan yoki biz Neftchimiz yoki bu navbatdagi o'yin deb qaraladimi? Navbatdagi o'yin deb qaralishi bu oddiy holat, chunki balkim deylik mashg'ulotlarda qandaydir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Endi bu bo'yicha men hozir aniq ma'lumot yoki mana bunaqa deb ayta olmayman, lekin futbolchini o'zini ruhiyati, ya'ni qanaqa nima deb tushuntirsa bo'ladi. Mana bu o'yin, keladigan o'yin, deylik, jamoamizning o'sha vodiy derbisi Navbahor jamoasiga qarshi o'yin bo'ladi. Muxlislar bir baravar emas, 2 baravar g'alaba kutishlari tabiiy. Shuning uchun o'zimiz shu o'yinga chiqib turib, borimizni berib yutishimiz kerak. Qolgan o'yinlarga ham harakat qilib o'sha borini beriladi, lekin bunga 2 hissa. O'z-o'zidan avtomatik shunaqa psixически, ya'ni shunga tayyorlanishadi. Lekin murabbiylar shtabi tomonidan alohida qandaydir bunga ko'rsatmalar, alohida mana bunaqa o'ynaymiz. Endi balki misol uchun o'ylaylik, o'sha raqibni kamchilik jihatini ko'rib turib qilishlari u ham bor gapga, to'g'rimi? Lekin alohida Navbahor bilan o'ynaymiz, yutishimiz kerak, maksimalni mana bunaqa qilasan, mana bunaqa qattiq qilasan, unaqa narsalar alohida bunaqa bo'lishi mumkin emas-da, lekin o'sha komandadagi raqib jamoani kamchiliklarini ko'rib, shu bo'yicha o'sha shakllantirib o'sha o'yinga tayyorgarlik bo'ladi, albatta. Zo'r, rahmat aka. Xo'p. Neftchi muxlislarini qolgan klub muxlislaridan ajratib turadigan xislatlar yoki umuman jihatlar nima deb o'ylaysiz aka? Oxirgi yillarda jamoamiz stadioniga muxlislar soni kundan kunga ortib boryapti. Bu zo'r jihat. Oxirgi yillarda jamoamiz mag'lub bo'ladimi, durang bo'ladimi, muxlis kamaymayapti. O'sha ritm 14 ming, 15 mingta muxlis qaysi raqam bo'lishidan qat'iy nazar kelib o'tiryapti. Bu juda yaxshi narsa. Jamoani qo'llab-quvvatlash, ayniqsa mehmonlardagi o'yinlardagi shijoatlar muxlislarniki. Men o'zim fan klubdagi bolalarni deyarli hammasini taniyman, ko'raman, gaplashib turaman-da. Endi baribir 1-2 yil undan oldingi yillarda qandaydir qo'rquv bor edi deyshadi. Hozir jamoamiz yutamiz deb haligi. Ha, o'yindan oldingi qo'rquv. Uverenniy deydi-yu. Shunaqa bo'lib boryapmiz. Shuning uchun haligi muxlislar soni ham bugun yutamiz deb kiryapmiz-da, xotirjam deyishyapti. O'z-o'zidan ortib boryapti. O'zimiz ko'rib turibmiz, baribir ayrim vaziyatda darvoza orqasida ishlaymiz, ayrim joylarda o'zimiz joyimizda o'tiramiz. Shunda men o'zim sezyapman, haqiqatan ham kerak bo'lsa mana ayniqsa mana Xorazmda misol uchun keltiraman, 11 ming, 12 mingta muxlis, lekin bizning fan klubning ovozi ulardan baland chiqdi. Bu yil shu jihatlar bilan undan oldingi yillar ham shu jihatlar bilan ko'zga ko'rinib turishgandi. Hozir menimcha O'zbekistonda top 3 ta fan klublar bo'lsa, shulardan bittasi biznikilar. Va eng fidoyisi deb o'ylayman, shunday. Chunki ancha o'sish ham bo'ldi oxirgi yillarda. Albatta, bu bo'yicha mana fan klub raisi Akmal aka Abdullayev bo'ladilar, yordamchilari Sherzod aka bor, Mansur aka bor, hamma taniydi. Qo'llaridan kelgancha shu akalar ishlashyapti. Misol uchun fan klubda ularga nima deydi, bir manfaatli hech narsa yo'q. Muxlislik uchun kelib o'sha 100 ta odam, 50 ta odamni qo'llab-quvvatlash, stadionga kelsa misol uchun 10 mingta ham, 5 mingta odamni ham bir xil sinxron qilib Neftchi jamoasini jonlantirishi, muxlislik qilib o'sha muxlislar bilan birgalikda ishlashi bu oson emas. To'g'ri.
Shuning uchun iloji boricha alohida performanslarni tashkillab. Unaqa birgalikda hamkorlikda ular bilan ham ishlayman. Ularda ham zo'r yaxshi ideyalar bor. Kelajakda yana hali o'zlarini ko'rsatsa kerak. Bu yilgi o'sha Neftchi fan klubi deganda men o'sha mehmondagi o'yinlarda ham o'zimiz o'yindagilarda endi gapirishdi, ularga kommentariy berishdi, u keragi yo'q, lekin mehmonlardagi no comment. Lekin mehmonlarda ham, mehmondagi o'yinlarda ham yorib olishyapti. Yoqyapti, juda ham zo'r. Ali men chiqardilarni boya aytdingiz, ali o'yindan oldin xavotir bo'lardi, keyin u narsa yo'qoldi deb. Ali Qo'qon bilan bo'lgan o'yinda birinchi taymda adashmasam 4 ta gol bo'ldi shekilli. Qo'qon o'yini birinchi taym shunday muxlis chiqyapti, ali gol bo'lyapti, qarasa tinch, chiqyapti, gol bo'lyapti. Xuddi o'shanaqa bo'ldi. Shunday kirdi, o'tirdik. Ali tashlarsiz 4 ta gol bo'ldi. Keyin ajoyib bo'larkan deb gaplashib o'tiribmiz. Muxlislar bilan ali boshida 4 ta gol urib olsa, boshqa bo'lsa, ali xotirjam, hech nimadan xavotir yo'q. Shunchaki sevinchga chaqirib, shuni tomosha qilib o'tirildi o'yinda. 6-9-daqiqada 10 minutda 2 ta gol urishgandan keyin ko'pchilik sekin kiradiganlar ham 2-0 bo'ldimi deb. 2-0 dan boshlandi. Shundan keyin o'sha memni chiqardikda. Ikkinchi taymda ham eslasangiz, adashmasam 49-55-daqiqasida o'sha yana o'sha dastlabki 10 minutda 2 ta gol urdik, 4-0 bo'ldi. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Shunaqa. Xo'p, Saidazal aka, Neftchi akademiyasi haqida ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, chunki guruhda ham ko'rdim, ko'pchilik so'rayapti, hali bolamni qanday bersam bo'ladi, qachon ochildimi, o'zi ishga tushdimi, shu haqida ham aytib o'tsangiz. Akademiya faoliyati davom etyapti. Akademiyada shunisi zo'r, misol uchun farzandingiz yoki o'sha oila a'zolaringiz, jiyaningizmi, boshqami yoki qo'ni-qo'shnilarmi bolani o'zida xohish bo'lsa, bolani o'zida siz ko'rgan qandaydir qobiliyat sezsangiz, akademiyaga olib borishingiz mumkin. Akademiyada o'zi yoshidagi mutaxassislar futbolchini olib qolishadi. O'sha 10 kunmi, 20 kunmi, 1 oymi o'zini vaqti bor. Shu bo'yicha umumiy guruh bilan shug'ullanadi. Agar futbolchida talant bo'lsa, bitta shaffof bu narsa xotirjamchilik, haligi tanish bilish shunaqa narsa yo'q. Ko'rishadi. Agar bola haqiqatdan ham yaxshi bo'lsa, olib qolishadi. Hozir adashmasam 3 ta guruh shakllangan. Misol uchun 2015-yillarda A guruhi, B guruhi, C guruhi bor. Hozir bu jahon standartida ham bor. C, B guruhi o'z-o'zidan moliyaviy, ya'ni oyma-oy to'lovi bo'ladi, lekin A guruhda unaqa bo'lmaydi. Eng iqtidorlilar, shunday. Iqtidorlilar ham iloji boricha o'sha saralangan. Haqiqatdan ham ko'rsangiz ular bilinib turibdi. B S'dagi bolalar C'dan B'ga olishga harakat qiladi, B'dagidan yaxshi bolalar chiqsa A'ga olishga yoki misol uchun aksincha A'dagi bolalar o'yinda pasayish bo'lsa B'ga olishadi. Tabiiy raqobat shakllanadi. Raqobat o'z-o'zidan oson bo'lmaydi hatto ham. O'ziga mutaxassislar jalb qilindi. Hatto ham mana Yevropadan ham mutaxassislar bor. Rahbar direktor etib ukrainalik Ximich Ivanovich rahbarligida shakllandi jamoa. Mahalliy o'zimizda mutaxassislar ham bor, murabbiylar. O'sha akademiyadagi ishlar jadallik bilan hozir rivojlanib boryapti. Ular Xudo xolasa yaqin kelajakda jamoamizda asosiy o'sha futbolchi yetishtirib beradigan o'zagi bo'lib qolishiga umid qilamiz. Bu yil 12 oy qabul davom etadimi yoki qabul o'sha doimiy. Shartlari qanaqa shartlari bormi? Shartlari shu, borasiz, farzandingizni olib borasiz, suhbatlashasiz, suhbatdan o'tasiz, farzandingizni ko'rishadi shu. Hatto boshqa hech narsa ketmaydi. Bola yaxshi bo'lib, bola haqiqatdan ham talantli bo'lsa, o'z-o'zidan hatto tepanku shaffof, unaqa bir yomon narsa yo'q. Shunday borishsin, ko'rishsin, tashashsin, ko'rishsin, bolalar bilan o'yinlarni ko'rishsin, ota-onalar ham ochiq eshiklar kunlari bo'ladi u yerda ham. Zo'rda, misol uchun bolangizni ko'rsatasiz. Agar o'zingiz ham ko'rasiz-da, yaxshi o'ynasa, ular ham nima deydi? Neftchi o'sha akademiya ochilgandan keyin o'z-o'zidan Neftchi uchun xizmat qiladi. Shuning uchun qo'llaridan kelgancha shaffof bolaning talantlarini ko'rib, olib, futbolchi qilib yetkazishyapti. Va bu bo'yicha xotirjam bo'lishlari mumkin deb o'ylayman, chunki murabbiy ham o'zi yoshlarga ko'p imkoniyat beruvchi, rotatsiyani ko'p qiluvchi murabbiy, demak imkoniyat bor-da. Albatta, akademiyadan chiqqan futbolchilar bizning kelajagimiz bor. Saidazal aka, keyin bu savolni bermasam bo'lmaydi. Hozir ko'p muxlislarni ham qiziqtirayotgan savol. Bu yoz
Neftchidan yangi transferlar kutsak bo'ladimi? Endi kimligini aytmay mayli agar, lekin shu kutsak bo'ladimi o'zi bu? Endi bu tabiiy jarayon, sababi 15-iyuldan boshlab dekabrgacha men o'zimni Telegram kanalimda ham yozdim. Minimum 24 ta, maksimum 28 ta o'yin bo'lar ekan. Bu juda ko'p o'yin. Rotatsiya uchun menimcha baribir futbolchi kerak bo'ladi. Hozir ham baribir yoshlarga tayangan holda jamoamizda juda ham ko'p mahoratli futbolistlar, futbolchilar bor. No baribir ayrim pozitsiyalarda kuchaytirish yordam kerak, albatta. Ha, bu bo'yicha menimcha o'sha klubda seleksioner, undan tashqari o'sha klub rahbariyati ish olib boradi, ko'rib chiqishadi. O'ylayman, baribir o'sha bitta ikkita transfer amalga oshiriladi. Sizni fikringizcha qaysi nuqtalarga bo'lishi mumkin bu transferlar? Men o'zim fikrimda har bitta pozitsiyaga bittadan futbolchi yana qo'shilsa yaxshi bo'lardi. Har bitta pozitsiyaga, ya'ni himoyaga, yarim himoyaga, hujumga. Chunki baribir ko'rib turibmiz jarohat, ayrim vaziyatda diskvalifikatsiyalar. Ayniqsa ko'proq jarohat, o'z-o'zidan nagruzkali o'yin 28 ta o'yin deyapman-ku, 6 oy uchun bu juda katta og'ir o'yinlar bo'ladi shunda. Zich taqvim. Ha, shuning uchun iloji boricha shu har bitta pozitsiyaga bittadan futbolchi bo'lsa yaxshi bo'lardi. Xo'p. Neftchini masalan hozirgi uslubi kuchli tarkibga ega va chiroyli o'yin ko'rsatyapti. Keyingi yillarda ham shu kuchli tarkib yig'ib turib shakllanadimi Neftchi yoki sekin-sekin akademiyadan o'yinchi qo'shib turib o'zi kuchli o'yinchilarni yetishtiradigan jarayonga chiqadimi? O'zingiz aytmoqchi sekin-sekinlik bilan birdaniga bo'lsa to'g'ri kelmaydi. Chunki bu yil maqsadimiz yana chempionlik. Chempion bo'lgandan keyin o'z-o'zidan elitda o'ynash kerak. Elitda balkim Islom Ismoilov falsafasida yoshlar bilan ishlash bor, lekin baribir uni oldiga ham tajribali futbolchilar yig'ish kerak deb hisoblayman. Misol uchun hozir tarkibda zo'r optimal tarkib yig'ilgan, ayrim joylarga yoshlar bilan rotatsiya bilan ko'ryapsiz. O'sha mana 8 ta o'yinchini 6 oyda 8 ta o'yinchi jamoamizda debyut qildi. Bu oxirgi 10 yillikdagi eng yaxshi natija, chunki oxirgi marta Vazim Abramov o'sha 7 tami 8 tami futbolchini debyut qildirgan. Ha. Undan avval xususan Nurmuhammad Abdug'aniyev, Daler Tuxsanov shularni ham qo'shib boryapti. Albatta. Bundan tashqari terma jamoaga ham juda ham ko'p yoshlar chaqirilyapti. Misol uchun o'sha darvozabon Ibrohim Shokirov, himoyada mana Nurmuhammad Abdug'aniyev dedingiz, Mo'minxon, yarim himoyaga o'tsak Aziz Yerimbetov bor. Hujumda Nurbek Sarsenbayev bor. Undan tashqari U23 jamoasida mana Rustonbek Famin, Asilbek Jumayev, undan tashqari Daler Tuxsanov terma jamoa a'zosi hisoblanadi. Undan tashqari yana Tojikiston terma jamoasi, Olimpiya terma jamoasiga Azizbek degan futbolchi bor. Erimbetov. Yo, Azizbek Muratov. Muratov. U ham o'z-o'zidan mana Kafada O'zbekiston terma jamoasiga qarshi o'ynadi. O'z-o'zidan yoshlar juda ham ko'p. Undan tashqari U17 jamoamizga ham mana Elsevar Olimov degan futbolchi bor. U ham chaqirilyapti. 10 taga yaqin futbolchi hozir o'z-o'zidan yoshlar jamoalari a'zolari hisoblanishadi, turli yoshdagi. Shunday. Islombek Ismoilov falsafasida shu yoshlar bilan ko'proq imkoniyat berib, ularga o'sha o'yin amaliyoti berishyapti. Bu zo'r. Keyingi yillarga, siz savolingizga keyingi yillarga keladigan bo'lsak, baribir tarkib birdaniga yosharmaydi. Asta-sekinlik bilan yosharish. Akademiyaga suyanib, demak albatta o'zi yetishtiradigan bo'lib, shakllangan kuchli o'yinchi. Akademiyadan chiqqan futbolist baribir ko'proq o'sha yoshlar jamoamiz U19, U21 jamoalarida sinab ko'rib, baribir birdaniga bo'lmaydi. Bizda qiyin, misol uchun Yamaldaqa futbolchi chiqib ketishiga qiyin masala, lekin chiqsin. Hammamiz shu narsani xohlaymiz, lekin baribir birinchi yoshlarda etapidan o'tib turib, keyin asosiy tarkibga chiqsa, o'z-o'zidan menimcha haligi futbol falsafasida ham to'g'ri bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, yaqinda xabarlar tarqalgandi, yaqinda adashmasam o'tgan yilmidi, Neftchini stadionini rekonstruksiya qilish bo'yicha xitoylik mutaxassislar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi hokimimiz o'rtasida. Shu bo'yicha keyin ishlar nima bo'ldi? Xabarlar chiqmay ham qoldi. U amalga oshiriladigan bo'ldimi qaysi turga yoki boshqa loyiha qilinadigan bo'ldimi? Qancha million dollarlar yozilganda raqamlar masalan. Katta summalar yozilganda. Endi bu bo'yicha taklif berilgan. Menimcha uni javobini kutishyapti, lekin
tushunishim bo'yicha Istiqlol stadioni o'zgacha ko'rinishga ega yo'q, bo'ladimi? yo'q, nima desa bo'ladi? Istiqlol stadionining sig'imi hozirgi Neftchi uchun kamlik qilyapti holatda. Mana hozir Xudo xolasa elitdagi o'yinlarimizda juda qiyin bo'ladi. 18.100 ta muxlisni o'z bag'riga sig'dira oladi. Ko'p manbalarda 20 ming deb yozilganda, lekin hatto 18 mingdan oshiqroq muxlis uchun joy mavjud. Bu hali muxlislar sektorini ayirib olib tashalganda aytyapsiz yoki umumiymi? Umumiy. Mehmonlar degani. Umumiy. 18.100 ta yoki 18.200 ta. Aniq hozir точно esimda yo'q, 12.100 12.300 orasida. Shuning uchun sig'im baribir hozirgi holatda kamroq. O'ylayman, kelajakda Neftchi uchun yana ham zamonaviy kattaroq stadion quriladi yoki rekonstruksiya qilinadi. O'zi ko'pchilik aytyapti, elit ligaga shu qur'a tashalgandan stadionda tayda yotsa kerak, bilet olishga deyapti. Chunki juda talab katta o'zi. Nafaqat Farg'onani o'zida, menimcha butun O'zbekistondan talab katta bo'lsa kerak deb o'ylayman elit ligada. Shunday. Va qur'aga ham bog'liq deb o'ylayman, masalan, bu qanchalik. Qur'ada bu safargi elit ligada o'sha avvalgilardan farqli ravishda 16 ta jamoa ishtirok etadi. Shundan 8 ta jamoa keyingi bosqichga chiqarkan, o'zi undan oldin ham 8 ta edi. O'ylayman, o'sha Osiyoni g'arb tomonidagi eng kuchli 16 ta klub o'sha musobaqaga qo'shiladi. Qiziqarli o'yinlar kutib turibdi. Kamida ikkita Saudiya komandasi tushadi, to'g'rimi? Kutyapman o'zim ham, xudo xolasa o'sha hamma kutayotgan Cristiano Ronaldo, Al Nassr Farg'onaga keladi. Hamma shuni xohlayapti, o'zimiz amaliy chin ko'ngildan xohlayapmiz. Futbol bayrami bo'ladi, O'zbekistonga qaysi klub bilan o'ynash uchun hali bo'lmagan. Xudo xolasa bu ham Neftchi bilan bo'ladi degan umiddamiz. Demak, xudo xolasa ungacha o'yinchilarimiz o'zi jahon chempionatida Ronaldo bilan bir oldindan repetitsiya qilib olishadi. Ha, undan oldin bir qator, to'g'ri. Zo'r. Xo'p aka, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, Superliga klublarining ichida Neftchi uchun eng noqulay raqib qaysi deb o'ylaysiz? Superligadami? Hozirgi paytda Paxtakor bo'lishi mumkin hozirgi paytda, lekin undan oldingi yillari Paxtakor emas edi. Hozirgi paytda noqulay raqib menimcha yo'q, hamma komanda bilan o'ynasa bo'ladi. Paxtakorda ham Superkubokda yutdik. Endi o'zimiz uyimizda to'g'ri yutqazdik. Lekin unda ham ancha imkoniyatlar bo'ldi. Vaziyatlar bo'ldi. O'zi bilasizmi, bitta ajoyib statistikamiz bor-da. 24-yilgi mavsumda biz Paxtakorda mehmonda ham, o'zimizda ham yutganmiz, Paxtakor chempion bo'ldi. O'tgan yili Paxtakor bizni uyida ham yutgan. Men safar o'zimizda ham yutib ketgan. O'sha ayanchli, eslolmaydigan holat 4-0 bo'lgan. Demoqchi bo'lganim, bu yil ham mayli Paxtakorga yutqizsak ham, endi birinchisi bunaqa narsalarga o'zim ham e'tibor beraman. Lekin asosiysi o'sha oxirida kim chempion bo'lishi oxirida hal bo'ladi. Shuning uchun o'ylayman, siz aytmoqchi, siz haligi savolingizga unaqa noqulay raqib yo'q. Hamma komanda bilan o'ynasa bo'lyapti, hamma komandani yutsa bo'ladi. To'g'ri, men ham shunaqa fikrdaman. Xo'p. Savollarimiz davomida shunaqa nima bor? Sizni orzuyingizdagi Neftchi jamoasi qanaqa? 11 talik tuzib bersangiz. Mayli, darvozaga hozirgi U19 jamoamiz bosh murabbiy G'ayrat aka Hasanov qo'yaylik. Maksim Usmonov o'rtaga, himoyaga. 4 ta himoyachi. Qanaqa bo'lyapti? 4-4-2 qilaveramiz. 4-4-2. Aha, ketdik. Anvar G'ofurovni ham qo'shamiz. Kapitan. Valentin Podubny. Aha. Fyodorov. Andrey Fyodorov. 4 ta. Uni himoya shakllandi. Chap qiroy, o'ng qiroy emas. 4 talikka kiradigan bo'lsa Akmal Xolmatov, Asad Do'rmonov, Zavalnyuk, Sergey Lebedov. Legenda. 4 ta. Hujumga chiqadigan bo'lsak, Anvar Berdiyev, Rustam Do'rmonov. Hozirgi tarkibdagi hamma futbolchilar zaxiraga qo'yamiz degan. Murabbiy? Murabbiy Sarkisyan. Tishlab o'ynaydigan komanda bo'ldi o'zi ham. Shunaqa bermasdan to'pni zo'r xursandmiz. Orzuyimdagi jamoa shu. Zo'r aka. Xo'p, endi blitz savollarimiz bor. Saidnazar aka, o'zi
bir soat gaplashib qo'yibmiz. 5-10 minut o'tib ketganga o'xshadi-yu. Shunaqa tez o'tyapti. Zo'r. Blitz savollarimiz bor. Iloji boricha qisqa javob berasiz. Xo'p. Siz kuzatgan Neftchi ishtirokidagi eng esda qolarli o'yin. Mayli agar to'liqroq bo'lsa ham mayli, agar qisqa javob berish imkoni yo'q bo'lsa. Paxtakor Neftchi Paxtakor 1-0 Superkubok 15-mart. Zo'r. Neftchi tarixidagi eng kuchli o'yinchi. Tarixdagimi? Lebedov. Peritsami yoki Marushich? Marushich. Eski Spartak stadioni yoki hozirgi Istiqlol stadioni? Endi hammasi ikkalasi ham qadrli-yu. Mayli markaziy bo'la qolsin. Zo'r. Imkoniyat bo'lsa, Neftchiga Superligada o'ynaydigan qaysi bitta o'yinchini olib kelgan bo'lardingiz? Boshqa jamoadan. Sizda imkoniyat bo'lsa shunaqa. Yo'q, bunga javob bermayman. Kimgadir simpatiya bo'lib qolmasin, yo'q. Zo'r. Murabbiy bo'lganingizda Neftchini qanday taktikada o'ynatgan bo'lardingiz? Hozirgi taktikasi zo'r ekan. Islombekda. Hozirgi taktikasi. Zo'r. Sportus yoki Chempionat Aziya? Ikkalari ham zo'r, ikkalari bilan hamkorligimiz bor, lekin oxirgi paytlarda Chempionat Aziya sayti bilan hamkorligimiz juda yaxshi ishlanyapti. O'shuning uchun Chempionat Aziyani tanlayman, lekin Yahyo Xo'jayevni baribir o'zimizning qadrdonimiz, yaxshi jurnalist, shuning uchun Yahyo Xo'ja yoki Chempionat Aziya deydigan bo'lsangiz, ikkalasi teng deyman. Sportsus Chempionat Aziya bo'lsa, Chempionat Aziyaniki ko'proq. Zo'r javob bo'ldi. Qaysi yilgi Neftchi eng kuchlisi edi? 94-yilgi. Fakt. Zo'r. Yashil oq forma yoki sariq qora forma? Sariq qora. Zo'r. Neftchi agar bitta jamoani yutib chempion bo'ladigan bo'lsa, o'sha jamoa qaysi bo'lishini xohlaysiz? Masalan, deylik, o'tgan yilga o'xshab Qizilqum bilan o'yinda yutsa chempion bo'ladigan o'yin va o'sha bitta jamoa qaysi bo'lishini istardingiz? Mehmonda bo'lsa, har qanday raqib. Mehmonda bo'lsa, har qanday raqib. Nimaga uyda bo'lsa yaxshi emasmi? Uyda bo'lsa yaxshi, lekin ularda muxlislarning oldida chempionlikni nishonlasa. Yo'q, hozir siz chempionlikni nishonlash haqida aytyapsizmi? Yo'q, mana o'tgan yilgi Qizilqum bilan o'yinda yutsa, jamoasi chempion bo'lardi. Xuddi shunaqa holat bo'lsa, masalan, Paxtakor bilan deylik shuni. Unda Paxtakorda yutib chempion bo'lsa yaxshi, lekin hozirgi mana 26-yilgi kalendarga keladigan bo'lsa, hech qiyinroqda bu narsa. Lekin uyimizda chempion bo'lish haqqi umuman boshqa narsa bo'lar ekan. 22-noyabr 25-yildagi kunda menimcha tarixdagi futbol emotsiyalarida O'zbekiston tarixida mana shunaqa bo'lmagan. Tarixdagi haligi futbolda emotsiya qanaqa bo'lsa, o'sha kuni bo'ldi-da. O'zimdan o'tdim. Hozir bundan oldingi savolingizda eng yaxshi o'yin deb aytyapsiz. O'yinda futbolchilar xohishi shunaqangi bo'lganki, biz o'yindan oldin baribir hamma narsa chempionlik uchun shay. Shu kuni o'ynaymiz, chiqamiz, yutamiz, chempion bo'lamiz degan narsa bor edi-da. U narsani to'g'ri nima deydi, tabiiy qabul qilindi. Yutdik, chempion bo'ldik, hamma narsa unga moslashib, hamma tayyor bo'lgandi. Lekin Super Kubokdagi o'yin jamoa tarixidagi birinchi Super Kubok. Yuriy Vazgen Sarkisyan yutmagan bitta narsa bor edi, o'sha ham Super Kubok edi. Shuni bu yil juda katta достижение, bu katta yutuq hisoblanadi bu ham. Shu o'yinda yutib olarmikanmiz degan o'zimizda savol bor-da, ayniqsa menda. Chunki neytral joyga boryapmiz. O'ziga yarasha Paxtakorni, o'ziga yarasha Neftchini, o'ziga yarasha anti muxlislarimiz ham bor edi o'sha yerda. Shuning uchun attaki yutuq qandaydir boshqacha narsa bo'ldi-da. U narsani o'sha yerdagi ta'riflab berish qiyin. Undan ham baribir neytralni joyda yutganimiz, ayniqsa o'sha muxlislar to'la, Paxtakor ma'muriyati, Paxtakor xodimlari bor. Ularlarda ham juda zo'r bo'ldi menga o'sha 25-yilgidan ham ko'ra Super Kubokdagi anaqalari, emotsiyalari zo'r chiqdi. Men uchun. Shuning uchun ikkala o'yinni tanlaydigan bo'lsak, Super Kubokni tanlayveraman. Zo'r. O'sha o'tgan yilgi mana chempionlik bo'yicha nishonlash bo'yicha so'ramoqchi edim. U parad tashkillanildi, muxlislar bilan juda chiroyli tarzda hamma yozdi. Menimcha O'zbekistonda hali bunaqa bo'lmagan. Endi bundan keyingi bo'lsa, bu plankadan o'tadimi yo'qmi bilmayman, lekin o'ta olmasa ham kerak, chunki eng yuqori plankani urib qo'ydi-da nishonlashdan. U tashkilotchilikda kim bo'ldi asosan shu fikrlar kelib? O'sha klub rahbariyati, Farg'ona viloyati hokimligi
o'zida boshqa bu yil o'sha o'tgan yili o'zi ko'pchilik shunaqa savol beryaptiki, ko'proq xohish, ya'ni ko'proq nima deydi, taroziga qo'yilsa misol uchun klub rahbariyati, murabbiy qaysi biri ustun bo'lyapti, unaqa bo'lishdi, chempion bo'lishdi degan savollar ko'proq. Shunaqa shu savol. Hatto shunaqa javob berardim men, hammani xohishi stadionimizdagi o'sha qorovullardan tortib klub rahbariyatini o'sha yuqori lavozimdagi har bitta mutaxassis yoki o'sha rahbarini xohishi judayam shu chempionlik uchun bunaqangi yaqin kelish endi bo'ladimi bo'lmaydimi degan xayol bilan oxirigacha harakat qilindida. O'sha undan tashqari taqdirni sovg'asi bordik, Buxoro bilan o'yinda eslaysiz, durang bo'lib qoldi, qizil kartochka, ertaga bular yetib olishi mumkin degan xayol bilan kelyapmiz. Qizilqumda yutib olsak, keyingi o'yinda Xorazmda yutsak chempion bo'lamiz deb kelyapmiz-da. Ertasi kuni Qo'qon Paxtakor bilan durang o'ynayapti, Mash'al Nasaf To'polyasida yutib kelyapti. Biz keyingi o'yinda o'zingda yut, taqdirni sovg'asi bu narsa. Bo'ldi, hal bo'lsin. Bunaqa haligi nima desa bo'ladi, bu narsa xohish, bu narsa o'sha chempion bo'lishimiz kerak degan narsa o'sha pechinaga yozilgan bo'lsa taqdir ekanda bu narsa. Shuning uchun hamma bunaqa deyapti, lekin odamda o'sha insonda o'zini xohishi albatta ko'p narsani hal qiladi deb o'ylayman. Chunki o'sha yoshi ham, kattasi ham chempion bo'lishimiz kerak, shu narsani oxirigacha bosamiz deb harakat qilishdi, oxirida shu narsaga maqsadga yetishdi. Zo'r. Aynan o'sha kuni muxlislardan men o'ylayman tabiiy ravishda bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni akamiz ham o'sha yerda aytishdi. U tomon Neftchi, bu tomon Farg'ona, yangi Kichalka hali tabiiy ravishda qanday hozirgacha davom etyapti. Zo'r. Bunaqa yaxshi. Stadion bir jo'r bo'lib, birgalikda aytildi. Yaxshi chiqdi shu narsa. Hozir ham mehmonlardagi o'yinlarda ham o'sha yarim o'taman aytyapti. Zo'r chiqadi. Menga ham yoqdi bu Kichalka. Yarim stadion Neftchi, bu tomon Farg'ona. Zo'r chiqdi. O'zi qanchalik masalan gapingiz bo'lib qo'yganim? Yo'q. O'zi masalan qanchalik futbolchilar bilan baribir birga yurasiz, birga ishlaysizlar, ko'rishasiz. Qanchalik mana shu muxlislarni Kichalkalarga yoki boshqalarga e'tibor berishadi, hech ularni ham esida qolib qandaydir. Endi e'tibor beradigani ham bor, e'tibor bermaydigani ham bor. E'tibor beradiganlari men kimligini aytmayman, lekin misol uchun o'sha koridorda yuradimi yoki mashinasidan tushib yoki umuman o'sha atrofda stadiondan tashqari bo'lgan joyda ham o'sha Kichalkalarimizni aytib yuradiganlari ham bor. Tushundingiz-a? Misol uchun xirga oyoqlarimiz deydi-yu, shunaqa yengil aytib o'tib ketadiganlari bor. Misol uchun Akbar To'rayev, darvozabon. U ham doim o'sha fan klubda ayrim Kichalkalarni gapiradi, ayrim narsalarni o'sha aytib yurishadi. Ibrohim Halil Yo'ldoshev ham necha jonni baraban jonlash boshqa videolar ham tarqalgan. Hamma futbol aytayapman-ku, futbolchilarda bor bu narsa. Boya Akbar To'rayevni aytdingiz, ko'p muxlislardan eshitaman, Akbar To'rayev o'zi farg'onalik bo'lib ketgan deyshadi. Akbar aka 2021-yildan beri Farg'onada 6 yil, 7 yil faoliyatini menimcha eng ko'p yili Neftchida o'tyapti. Jamoamizda o'sha fakt Pro Liga chempioni ham, Super Liga chempioni ham bo'lgan yagona futbolchi hisoblanadi. Neftchining tarixida hali bunaqasi bo'lmagan. Akbar aka farg'onalik bo'lib ketgan, menimcha faoliyatidan keyin ham Farg'onada qolib yashasa, anaqa nima deydi, ajablanish qiyin. Chunki haqiqatan ham oila a'zolari ham Farg'onada yaxshi o'zlarini erkin tutishadi. Shuning uchun o'zlari ham aytib o'tishadi, Farg'ona yaxshi. Menimcha ular endi keyin yana o'zlari hal qilishsa kerak, lekin Farg'ona ularga yoqadi. Masalan, Said Azar aka, hozirgi Neftchi tarkibidagi o'yinchilardan kelajakda murabbiy kimlar bo'lib ketadi deb o'ylaysiz? Xarakter Ikrom Aliboyev. Katta ehtimol, juda sovuqqon, juda fikrlari, dunyo qarashlari ham nisbatan qandaydir ko'p narsani ko'radi, ko'p narsani biladi. Undan tashqari o'tgan yilgi mavsumda o'ynagan, oldingi yillar ham o'ynagan chempion G'ulom Haydar G'ulomov bor. Hozir Qo'qon. Shunday Qo'qon tarkibida. U ham juda yaxshi mutaxassis bo'lib chiqsa kerak keyinchalik, faoliyatdan keyin, yakunlangandan keyin. Shu hozir chekkanlarini ko'rsa bo'ladi deb o'ylayman. Endi bu meni fikrim. Ko'p murabbiylar o'sha markazdan chiqadi, to'g'rimi? Men shunaqa deb o'ylayman. Endi qolganlar ham balkim
o'ziga yarasha qarashlari bordir. Endi futbolchi bo'lib turib birdaniga murabbiy bo'lib boshqarib ketish oson emas. Biz u narsani ko'ra olmaymiz ham hozir даже. Lekin men o'zim fikrim o'shalar ikkalarida qandaydir murabbiylik salohiyati bor deb o'ylayman keyinchalik. Yaxshi. Yoshlar jamoamizda ham xabaringiz bor. Ukrainalik Roman Nikolayevich Sanjar murabbiy etib tayinlandi. Yoshlar jamoamizga ham alohida e'tibor berilyapti bu yil. Ularda ham oldiga yuqori maqsadlar qo'yilyapti. Xudo xolasa o'ylayman, ular ham bu mavsumda yuqori o'rinlarda jamoamiz o'sha musobaqalarida o'zlarini yuqori o'rinlarda ko'rish nasib qiladi o'ylayman. Undan tashqari 19 jamoamiz ham to'liq akademiya huzurida bo'lib qoldi klub. Ular o'sha futbolchilar ham o'sha akademiyani bolalari, ya'ni akademiyadan chiqayotgan futbolchilar, akademiyada tahsil olayotgan yoshlar 19 jamoamizda o'zini ko'rsatishga harakat qilyapti. Ularda ham maqsadlari yuqori. Xudo xolasa ular ham bu mavsum o'sha dastlabki 4 talikka kirib turib, umumiy markazlashgan holda o'tkaziladigan musobaqalarda ham qatnashib, o'ylayman ular ham yaxshi qatnashsa, balkim sovrinli, balkim chempion bo'lishar. G'arat Qazanov boshchiligida 19 jamoamiz, ularga ishonaman, ular ham harakat qilishyapti. Hozir ham kuchli-kuchlida musobaqa jadvalida. Shunaqa. Keyin Saidazar aka bitta savol bor. Ko'pchilikni o'ylantiradi. Men o'zimga ham eshitganman, ko'p muhokama, o'zimdan ham shu fikr o'tgan. Masalan, ko'p klublarda o'zini rasmiy brend uyali do'konlari bo'ladi-da, o'zini brendini, formalarini yoki qandaydir aksessuarlar, shunaqalar sotish. Atributkalar. Nefchidan qachondir shu rejada bormi? Shunday do'konlar tashkil qilish. Albatta, futbolda marketing ham o'ziga yarasha rivojlanish, o'ziga yarasha shu soha ham kirib kelish kerak. Doimiy shu narsaga harakat qilyapti, lekin ayrim sabablar bilan shu narsa oxiriga yetmay qolyapti. O'ylayman, Osiyo elit ligasigacha bu bo'yicha ham yangiliklar bo'ladi. Muxlislarimiz ham bevosita o'sha jamoaning rasmiy do'konlaridan o'zlariga kerakli bo'lgan, siz aytmoqchi futbolkami, atributkami, aksessuarmi sotib olishlari imkoniyati mavjud bo'ladi. Yana bir ma'lumot berib ketaman. Hozirgi kunda jamoamizni o'sha rasmiy saytini dunyo, ya'ni Yevropa, FIFA darajasidagi saytga aylantiryapmiz. O'ziga yarasha chiroyli, qulay, sifatli bo'lib shakllanyapti. Imij o'zgaradi. Endi o'z-o'zidan elitda o'ynaganimizdan keyin klublar kirib ko'rishlari mumkin bo'ladi. 3 xil tilda yurgiziladi. O'zbek, rus, ingliz tilida yurgiziladi. O'ylayman, bu ham o'sha jamoamizni rivoji yo'lida yaxshi qadam. O'ziga yarasha chiroyli dizayn brendini shakllanishiga albatta ham bir turtki bo'ladi shakllanishi bo'yicha. Shunaqa. Zo'r. Keyin adashmasam bir yanvarda yoki fevralda gruppada o'sha muhokama izohlar gruppasida bir muxlis yozgan. Saidazar aka elektron chiptalar ham bo'lishi mumkinmi, elektron sotib olsak ham deganda ko'ramiz deb yozuvdingiz shu narsani. Shu bo'yi keyin nima bo'ldi? Biror bir kutsak bo'ladimi? Qachondir masalan elektron holda chiptalarni ham sotib olish. Shu saytda o'zida ham xudo xolasa onlayn chipta xarid qilish uchun alohida bo'lim yaratilyapti. O'sha menimcha shu suhbat chiqqanda shu sayt ham ishlayotgan bo'ladi xudo xolasa. Albatta bu narsa bo'ladi, bo'lishi kerak, hamma klublarda bor. Bu narsani ham shakllantirishga, undan chiroyli foydalanishga harakat qilamiz. Onlayn o'sha elektron chipta sotib olish ko'pchilikka qulay bo'ladi, lekin ayrim minuslari bor, o'ziga yarasha buni minuslari ham bo'ladi-da. Minus tomonlari bizda baribir 50% yosh katta muxlislar, ular o'z-o'zidan o'yinga kelib chipta olishga harakat qilishadi. Agar biz onlayn qiladigan bo'lsak, qo'lga chiqib ketish ehtimoli ham bor, chunki o'sha o'zini yo'q, o'zini anaqasiga pul tushiradi-da, nima deydi? Shotiga pul tushiradi-da, kirib turib, misol uchun 10 ta, 20 ta, 30 ta, balkim 100 ta olib qo'yishi mumkin. Endi buni ham balkim mutaxassislar bilan
to'g'irlab qilsa bo'ladi, lekin agar shu tomonlarini ham to'g'irlab o'sha bitta kartaga maksimum 3 ta yoki 4 ta sotish imkoniyatlarini qilib sotuvga qo'yilsa yaxshi, lekin aksincha bo'ladigan bo'lsa baribir haligi olib sotarlarda ham oila a'zolari bor. 10 ta plastik bo'lsa ham 40 ta sotiladi-da. Bunaqadan 20 ta bo'lsa 80 ta 100 tagacha ham sotilishi mumkin bilet. Shuni hisobiga ham baribir qo'lda anaqa jonli sotishdi, offlayn holatda jonli sotishdi yaxshi deb hisoblab tomonlari o'sha yaxshi deb hisoblaganligimiz uchun ko'proq o'sha ayniqsa oxirgi o'yinlarda bitta fuqaroga ikkitadan, даже bittadan ham sotildi. Hali olib sotarlarda ham ko'rsangiz taniysizda, bitta odam olib ketgandan keyin ikkinchi marta olib ketsa mayli, uchinchi marta olib ketsa aniq taniysizda o'sha gaplashgan odamingiz bilan. Shuning uchun ko'p holda Paxtakor Andijon bilan o'ynash shu oxirgi o'yinlarda shunaqa holat to'xtatib, iloji boricha bitta odamga bitta, maksimum ikkita sotdik. O'zini effektini berdi. Hech kim haligi olib sotarlardan nima deydi? Jalb qilgani yo'q. Qattiq kurash bo'lyapti olib sotarlar shunaqa. Endi tekshiruv o'tkazib o'tdi. Ancha kamagandek bo'ldi menimcha. Shunday. O'zimizni nima deydi? Mahalliy insonlar, fuqarolar emas shular. To'g'ri. Shu tomonlarini ko'rib o'zimiz ham hayron bo'ldik. Endi bu bo'yicha o'sha huquqni himoya qiluvchi organlar kurash olib bordi. O'ylayman oxirgi o'yinlarda bunaqa muammolar kuzatilmadi. Endi baribir onlayn ham qilish kerak. Ayniqsa elit o'yinlariga qilish kerak deb o'ylayman. Sadazar aka, maroqli suhbat uchun sizga ham rahmat. Men atay bitta mavzuda urg'u bermadim, boshqa qilmadim. Elitliga mavzusini, sababki elitligiga xudo xolisa qur'a tashalganda qilish niyat bor. Masalan, alohida raqiblarimiz chiqadi. Shuning uchun buga hozir nima alohida to'xtalmadim. Agar rozi bo'lsangiz, o'sha qur'adan keyin ham yana bitta suhbat qilamiz. Albatta. Muxlislarga ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Qiziq bo'ladi. Qiziq ma'lumotlar berdingiz. Bu uchun ham sizga rahmat, sovg'a uchun ham rahmat, eksklyuziv bo'ldi. Rahmat sizga ham e'tibor uchun. Yana xudo xolasa siz aytmoqchi suhbatlarimiz davom etadi. O'ylayman, o'sha muxlislar bilan ko'prik vazifasini shu ayniqsa Farg'onacha gap loyihasida yana ham amalga oshirishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga, kuzatishda davom etinglar. Shu o'rinda sizga ham rahmat aytmoqchimiz aka, chunki bizni matbuot bo'limimiz, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarimiz endi boshqa klublarni ham onda-sonda ko'rib turaman, lekin juda tez hali ma'lumotlar o'rnida, fotosuratlar bilanmi yoki videolar bilan o'rnida hazil-memlar bilan juda faol ishlayapti va bu uchun muxlislar nomidan sizga ham rahmat aytib qolaman aka. Charchamanglar faoliyatda. Rahmat aka. Bizga ham omad tilab qolamiz. Xudo xolasa yana bir chempion bo'lishimiz nasib. Xudo xolasa. Sizga ham muxlislarga agar o'zingizga fikringiz bo'lsa, o'zimga gapim shu, jamoamiz doimiy o'zi meni aytmasam ham qo'llab-quvvatlashadi. Yaxshi kunda ham, yomon kunda ham birga bo'lsak, muxlislar jamoamizni qo'llab-quvvatlab tursa, futbolchilar, mutaxassislar, ichidagi rahbariyat, murabbiylar hammasi o'sha muxlislarga xursand bo'lish uchun, uylariga xursand bo'lib ketish uchun harakat qilishadi. O'ylayman, ular ham kelib muxlislik qilsa, jamoamizni uyaltirib qo'ymaydi, xursand qilib jo'natishadi. So'nggi paytlarda juda ko'p bo'ldi deb o'ylayman. Hali namuna qiladigan ko'rsatish kerak bo'lgan ishlar, masalan, mehribonlik uylariga borib turib, birinchi bizni klub shuni nima qildi, keyin ayniqsa futbolchilarni, yangi kelgan futbolchilarni tanishtiruv marosimi eksklyuziv bo'ldi. Chunki menimcha bunaqa narsa O'rta Osiyoda bo'lmagan, ko'rmaganman. Juda ta'sirli bo'ldi, zo'r bo'ldi. Undan keyin ham shunaqa eksklyuziv narsalar tayyorlashga PR uchun emas, o'sha balkim o'sha mehribonlik uyimi, boshqami, bolajonlarmi, xalq bilan yana ham shunaqa xalq bilan, bolajonlar bilan birgalikda jamoani birgalikda o'sha uyg'unlashtirishga ishlar olib boriladi. Xudo xolasa bundan keyin ham bunaqa loyihalar bor. Ko'rib chiqamiz, xudo xolasa yana ham. Xursandmiz. Rahmat sizga ham. Charchamanglar. Xudo xolasa keyingi suhbatlarimizda Sadazar aka sizni ham kutib qolamiz. Yana chaqiramiz, xudo xolasa. Ungacha muxlislar ham o'zlarining savollarini, balki muxlislarda qanday savol bor, biz bermagan bo'lishimiz mumkin. Kommentariyaga yozib qoldirilsa, xudo xolasa keyingi suhbatlarimizda albatta berishga harakat qilamiz. Charchamang. Rahmat. Sog' bo'ling.